Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli musulmon aka birodarlar. Mana shu bizning Ehson ilm qaymli fondimiz tomonidan inshaalloh Asomobda ushbu masjidga bir navbasi qurilayotgan edi. Mana ishlar davom etyapti. Alhamdulillah bugun 3-kun. Bu yerda alhamdulillah bugun ustakalar ham kelib qoldi yordamga hasharga. Asosiysi bu yerda aytganimizdek shu inshaalloh o'choq qozon shu yerda dushlari bilan sharoit bo'lyapti. Bu yerda ustakalardan Alloh rozi bo'lsin. Alloh nizman inshaalloh hamma el harakat qilib mana sadaqa joriy bitib qoldi. Mana bu endi yillar davomida shu yerga da'vatchilar, talabalar hammaga xizmat qiladi. Va ajrga sherik bo'lib qoldinglar. Alloh rozi bo'lsin. Mana xizmatga kelganlar mana inshaalloh birodarlarimiz ko'p. Ustakalar hormanglar. Mana ustakamiz bosh rolda o'zi inshaalloh. Yaxshimisiz birodar? Charchayapsizmi? Mana Alloh rozi bo'lsin. Alloh uchun xizmatni qilyapti mana inshaalloh astoydil. Ustullarimiz baquvvat, kuchli. Ustaka bugun bitib qoladimi inshaalloh to'liq? Bugun bitadi. Maşallah. Ustakam so'zlarni eshitdinglar mana. Umar akamiz inshaalloh xizmatda bergan. Inshaalloh. Alloh rozi bo'lsin. Bu hoji akamiz Mavlon aka inshaalloh. Assalomu alaykum rahmatullohi barakatuh. Va alaykum assalom rahmatulloh.